Zarar kunanda nima qilib qo'yding? Bolamas balo bo'ldingsan. Qochanaqa. Yosh bola-ku, yosh bolaga ham shunaqa muomala qiladimi? Yaxshi ham begona emas, akangiz qizlari. Bayada uamam ma'lum sizlar. Bo'ldi qizim, yig'lamgin-a? Bolam, akani o'tganiga ham 2 yil bo'ldi. Bularni o'zini uyiga tashlab kelgan. Sen bizga qaraysanmi? O'zingni bolalaringga qaraysanmi? Bularga qaraysanmi? Ona meni yaxshi deb eshitding. San ham eshit. Musulmonlarning uylari ichida eng yaxshisi yetimga yaxshilik qilinadigan uydir. Musulmonlar uyining eng yomoni esa yetimga zulm qilinadigan uydir. Umr ko'z ochib yumguncha o'tib ketadi. Ertami indinmi hammamiz o'lamiz. Menda jannat kalitlari turganda nimaga bularni tashlab kelishim kerak? Bolam, men seni o'ylab aytdim. Qaysi birimizga yetkizasan? Ertaga seningni uzatamiz. Mebel qilishimiz kerak. To'yda ham, bularda ham rizq